Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz laboratoriya ishi. Hammangiz yaxshi kayfiyatlar bilan darsga tayyor bo'lib o'tiribsizmi? Yana siz bilan oraliqda o'qishni davom ettiruvchi fizika predmeti bo'yicha o'qituvchingiz Daliyeva Dilorom. Hammangizni kelayotgan 9-may buyuk g'alabaning 75 yilligi bilan tabriklayman. Elimizni, ota-bobolarimizni qahramonliklari sizga hamisha o'rnak bo'lib qoladi degan umiddaman. Hammangizga mustahkam sog'liq tilayman. Gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda daftarlaringizni ochib, bugungi chislo 8-may 2020 yil deb yozing. Laboratoriya ishi nomer 8. Bugun darsimizda matematik tebrang'ichning tebranish davrini boshqa fizikaviy kattaliklarga bog'liqligini kuzatish degan temada laboratoriya ishi o'tamiz oraliqda. Temani qo'ying. Maqsad matematik tebrang'ichning tebranish davrini qanday kattaliklarga bog'liq emasligini tajribada kuzatish. Tajribada kuzatamiz albatta. Uni ham maqsadni ham yozasiz. Demak, men ko'rsatgan hamma punktlarni yozaverasiz. Dars uchun o'quv manbai YouTube'dan tajribani namoyish qilinishini ko'rsataman sizga. Asosiy o'quv manbai demas, YouTube'dan namoyish qilingan tajriba asosida biz bugungi maqsadimizga erishamiz. Tajriba uchun ko'rgazmalar. Matematik tebrang'ich modeli, ipga osilgan turli massadagi sharchalar, turli uzunlikdagi ipga osilgan yukchalar hamda tajriba asosidagi sxemalar. Demak, boshidan ko'rsataman. Temadan boshlab hammasini elektron daftaringizga, fizikadan tutgan mash daftaringizga yozib, ishni bajarishga tayyorlanaverasiz. Birinchi tajriba. Matematik tebrang'ichni tebranish davrini chastotaga bog'liqligini kuzatish va hisoblash. Buning uchun biz formuladan foydalanamiz. Sanaymiz matematik mayning tebranish davrini, chastotasini sanaymiz. Keyin mana bu yerga yozamiz. Necha marta tebrandi? Keyin t teng 1/n formuladan t'ni topamiz hisoblab. N nechta bo'lsa, o'rniga qo'yib hisoblab chiqaramiz. Demak, chastotani tajribada sanab, tebrang'ich davrini formula asosida hisoblaymiz. Sanaymiz. Ana muvozanat holatdan chetga chiqdi. 1 2 3 4 5 6 7 bo'ldi. 6 ta. Demak, n'ga 6 qo'yasiz. Ikkinchi tajriba. Matematik mayatlikni tebranish davrini aniqlashda sharchalarning massasiga bog'liqligini kuzatamiz. Mana qarshingizda ikkita sharcha. Bittasi 100 gram, bittasi 50 gram. Ikkalasi barobar bir xil amplitudada chetga siljitib tebranma harakatga keltirildi. Massalar turli xil. Bittasi 100 gram, bittasi 50 gram. Lekin mana ikkalasi bitta o'qda
tebranma harakatga kelyapti. Massasi turlicha, amplitudasi bir xil, tebranish davri ham bir xil. Demak, matematik mayatning tebranish davri nima ekan? Massaga bog'liq emas ekan, amplitudaga bog'liq. Endi qarang, yana shu tajriba asosida bittasi kattaroq masofaga siljidi, bittasi kichkinaroq masofaga siljidi. Amplitudasi turlicha. Demak, chastota bilan turlicha bo'lyapti chastotasi. Amplituda turlicha, bittasi chekkaroqqa siljidi, bittasi undan kichkinaroq burchakka siljidi. Mana amplitudasi kichkinasi, amplitudasi kattasi. Demak, bu yerda ikkinchi tajribada massaga bog'liq emas. Tebranish davri, matematik tebrangishning tebranish davri amplitudaga va chastotaga bog'liq. Massaga bog'liq emas. Demak, tajribada olgan ma'lumotlaringizni kuzatganingizni yozasiz. Uchinchi tajriba, tushunib oling yaxshilab. Turli uzunlikdagi iplarga osilgan yuklarni chastotasini, tebranish davridagi farqlarini kuzatasiz. Qisqa va uzun ipda 10 marta tebranish uchun sarf bo'lgan vaqtni aniqlaymiz. Keyin tebranish davrini nima qilamiz? Topamiz. Mana bitta yuk qisqa ipga, bittasi uzun ipga osilgan. Demak, uzun ipni 4 marta qisqarib bitta yukchani osdik. Tebranma harakatga keldi, qarang. Qaysi ko'proq tebranyapti? Albatta qisqa ip. Demak, matematik mayatning tebranish davri ipning uzunligiga bog'liq ekan. Endi har ikkalasida alohida 10 marta tebranish uchun uzun ipdagi 10 marta tebranish uchun ketgan vaqtni aniqlaymiz. Uzun ipda 10 marta tebranish uchun ketgan vaqt. — 12 sekund. Demak, mana bu kichkina t 12 sekund. Endi qisqa ipda 10 marta tebranishi uchun 6 sekund. Ana. Demak, birinchi tini topganingizda 12 bo'lingan 10 deb ishlaysiz. Keyin 6 bo'lingan 10 deb ikkinchi tajribani ishlaysiz. Ikkalasini chizmasi. Bunisida 10 marta tebranish uchun 6 sekund vaqt ketdi. Bunisida 10 marta tebranish uchun 12 sekund vaqt ketdi. Siz bunda katta T teng 1 taqsim n formuladan har ikkalasini tebranish davrini nima qilasiz? Hisoblab topasiz. Hurmatli o'quvchilar, qani dars ishni bajarishga kirishamiz. Oxirgi bajaradigan ishingiz undan keyin xulosa yozasiz. Kuzatgan tajribalaringiz asosida matematik tebrangichning tebranish davri qaysi kattaliklarga bog'liq, qaysi kattaliklarga bog'liq emas degan savolga javob asosida xulosa yozasiz. Yozgan laboratoriya ishingizni suratga olib menga jo'natasiz. Uyga vazifa tebranishlarga tegishli ma'lumotlarni takrorlaysiz. Savollaringiz bo'lsa menga yozing.